Bolaligingizga qaytib qoldingiz. Nima qilgan bo'lardingiz? Onamga yordam bergan bo'lardim. Nimaga ilm olaman, nimaga o'yin kulgi qilaman degan javob bermadim. Sabab katta bo'lib ham ilm olsa bo'lar ekan. Katta bo'lib ham o'yin kulgi qilsa bo'lar ekan. Hozir juda ko'p dunyoda ko'rgan yigitman. Hozir men oliygohda o'qiyapman. Agar bolaligiga qaytish imkoniyati bo'lib qolsa, men onamga yordam bergan bo'lardim. Sabab mani onam aka-ukalaridan ham, oiladan ham nohaqliklarga uchraganlarida farzand uchun borini bera olgan hayot hisoblanadi. Ana shuni yashagan. Erkaklar oila tashvishi, ro'zg'or tashvishi bilan ko'chada yuradi. Ayollar ba'zida eriga senga tegib nima topdim? Mana bunday yashashga haqqim bor-ku, mana rohatda yashashga haqqim bor-ku degan malomatni ko'p qiladi. Boqolmasa nimaga uylanarding? Kamchiligimiz ko'p, uyimiz ko'p. Onamdan shu gaplar chiqmagan. Ya'ni onam shu hayot qiyinchiliklariga rozi bo'lib, shu kamchiliklarni to'ldirish harakatida otamga yordam bergan ayol. Ko'p zulmlarni ko'rganman, ko'p qiyinchiliklar. Shuning uchun katta bo'lib ham ilm olsa bo'lar ekan mana hayotimizda. Katta bo'lib ham dunyoda ko'rsa bo'lar ekan. Katta bo'lib ham so'mka pulni topsa bo'lar ekan. Lekin onani o'sha vaqtdagi holatini topib bo'lmas ekan, ya'ni yoshlik. Hamma yoqqa quvvati bor, vaqtini topib bo'lmas ekan.